To'rtinchi usta sizga. To'rtinchisi, beshinchisi bo'lmaydi xudo xolasa. Mana bu yoqda Lans mashinasini olib qo'yamiz. O'z vaqtining legendasi, hozir ham anchagina yaxshi mashina. Mana ham konditsionerni ishlarni bitirib beramiz. Bir 3 ta ustaga taqlatgan ekanlar. Biz 4-inchisi ekanimiz, xudo xolasa ishlarni chiroqli bitirib beramiz. Ustadan kuyib kelgan ekanlar bu kishi. Ana olib qo'ygan Lans legenda mashinamizni ham 3-4 minus beradigan qilib qo'ydik. Ana qanday aka, ishlarimiz ma'qulmi? Sog'ligi ma'qulmi? Taxlasa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan, nechta usta ko'rdi. O'zi 4-chi usta sizga. 4-inchisi, 5-inchisi bo'lmaydi xudo xolasa. Nasibi. Ana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar, avtoservis 505 xizmatda. Mashina bozori yonida, Buxoro mashina bozori yonida. Ishlarimiz ko'ngildagidek chiroyli bitirib beramiz xudo xolasa. Aka, salomat bo'ling, kelaverasiz. Ishoning, taxla bilagan ustalar ham bor.